Assalomu alaykum. Xorazm viloyatida jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni barvaqt aniqlashga qaratilgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri davom etmoqda. Bir oy davomida o'tkazilgan tezkor qidiruv va profilaktik tadbirlar natijasida giyohvandlik, uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya, terrorizm va kiber jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida qator salmoqli natijalarga erishildi. Xo'sh, tadbir davomida qanday natijalar qayd etildi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi PQ1 va PQ2 son qarorlari hamda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Xorazm viloyatida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan qo'shma rejalar asosida tadbirlarga ichki ishlar organlarining barcha sohaviy xizmati jalb qilinib 98 ta yo'nalishda ish tashkil etildi. Joriy yilning 1-31-iyul kunlari davomida 4332 marotaba tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Tezkor profilaktik tadbirlar davomida jamoat xavfsizligi va aholi osoyishtaligiga tahdid soluvchi qator noqonuniy holatlarga chek qo'yildi. Jumladan 64 nafar qidiruvdagi shaxs ushlandi. Shuningdek, bedarak yo'qolgan 62 nafar fuqaroning turgan joyi aniqlanib, ular o'z yaqinlariga sog'-salomat qaytarildi. Tezkor tadbirlar natijasida giyohvandlik, uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya va terrorizmga qarshi kurashish yo'nalishida jami 4000 dan ortiq holat aniqlanib, qonuniy choralar ko'rildi. Giyohvandlikka qarshi kurashish yo'nalishida 85 ta holat aniqlanib, gumondorlardan aholi salomatligi va millat genofondiga jiddiy tahdid soluvchi 8 kilogramm 133 gramm giyohvandlik vositalari hamda 1100 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari olindi. Shuningdek, tarkibida giyohvandlik vositasi bo'lgan 182 tub o'simlikning noqonuniy yetishtirilayotgani aniqlandi. Internet do'konlari orqali giyohvandlik vositalari savdosini targ'ib qiluvchi 36 ta narkografiti aniqlanib, barchasi o'chirildi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida 125 ta jinoiy va 1407 ta ma'muriy holat aniqlandi. Tadbirlar davomida noqonuniy muomaladagi qurol-yarog' va o'q-dorilar, shuningdek 434 dona sovuq qurol protsessual tartibda hujjatlashtirib olindi. Korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida esa 2299 ta holat aniqlandi. Shundan 72 tasi jinoiy, 2227 tasi ma'muriy holatlarni tashkil qildi. O'tkazilgan tadbirlar davomida davlat va jamiyat manfaatlariga 18 milliard 354 million so'mlik moddiy zarar yetkazilganligi aniqlandi. Fosh etilmay qolgan jinoyatlarni ochishga ham alohida e'tibor qaratildi. Tadbir davomida jami 249 ta jinoyat fosh etildi. Shundan 95 tasi oldi olinishi lozim bo'lgan jinoyatlar, 154 tasi esa axborot texnologiyalari sohasida sodir etilgan jinoyatlarni tashkil qildi. Jinoyatchilik o'choqlarida o'tkazilgan maxsus tuzoq va tun tezkor profilaktik tadbirlar natijasida 2 ta jinoiy guruh qo'lga olinib, jami 36 ta jinoyat fosh etildi. Tadbirning ikkinchi bosqichi davomida Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan joylarda soha faoliyati va uning afzalliklari yuzasidan profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Mazkur targ'ibot tadbirlari natijasida fuqaro xonadonlari, savdo obyektlari, ko'p qavatli uylar va boshqa turdagi obyektlarning qo'riqlovga qabul qilinishiga erishildi. Shu bilan birga hududlarda jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish yo'nalishida qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan, yaqinda Urganch shahrida qo'riqlovda bo'lgan obyektda o'g'irlik jinoyatining oldini olishiga erishildi. Ushbu jinoyat issiq izidan fosh etilib, qo'riqlash xizmati xodimlarining professional va tezkor harakatlari natijasida ushbu shaxslar qo'lga olindi. Bugungi kunda dolzarb hisoblanayotgan kiber jinoyatlarning oldini olish, aholining kiber savodxonligini oshirish maqsadida joylarda profilaktik targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan, xodimlar tomonidan ko'rilgan sa'y-harakatlar natijasida yaqinda 2 nafar fuqaroning 112 million so'm miqdoridagi pullari kiber firibgarlar qo'liga o'tkazilishining oldi olindi. Kiber jinoyatlarning oldini olish va aholida kiber xavfsizlik madaniyatini shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Kiber jinoyatlar bilan bog'liq 13 ta jinoiy va 25 ta ma'muriy holat aniqlanib, 154 ta jinoyat fosh etildi. Mahallabay, xonadonbay va fuqarobay tamoyili asosida o'tkazilgan profilaktik va targ'ibot tadbirlari natijasida 100
382 nafar fuqaro offlayn, 2 milliondan ortiq aholi onlayn tarzda qamrab olindi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishida profilaktika inspektorlari tomonidan 19549 ta ma'muriy huquqbuzarlik aniqlandi. Jamoat tartibini saqlash maqsadida 29 ta patrullik va 6 ta hamkor yo'nalishlar tashkil etildi. Yurtimiz miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida xotin-qizlar masalalari bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Oila turmush doirasida huquqbuzarlik hamda jinoyat sodir qilishga moyil bo'lgan shaxslarning manzilli ro'yxatlari shakllantirib, kelgusida ushbu oilalarda salbiy holatlarni barvaqt oldini olishga qaratilgan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bir qator ishlar amalga oshirildi. Tezkor profilaktik tadbir doirasida tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar va bolalarga nisbatan himoya orderi rasmiylashtirib, ularni reabilitatsiya qilish jarayonlari amalga oshirildi. Xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashish, ijtimoiy va huquqiy yordam ko'rsatish borasidagi ishlar tizimli ravishda amalga oshirilib boriladi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash va harakat intizomini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida ham tizimli ishlar olib borildi. Tadbir davomida jami 48389 ta yo'l harakati qoidabuzarligi aniqlandi. Shundan 21050 tasi qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni tashkil etdi. Jumladan 191 ta mast holda transport vositasini boshqarish, 271 ta ichki ishlar xodimining qonuniy talablarga bo'ysunmaslik, 264 ta ruxsatnomasiz avtomobil oynalari tusini o'zgartirish, 893 ta qizil chiroqda harakatlanish, 6685 ta tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarish hamda 153 ta transport vositasiga gulishitl, tovush chiqaruvchi, miltillovchi va boshqa qurilmalarni qonunga xilof ravishda o'rnatib boshqarish holatlari aniqlandi. Aniqlangan qoidabuzarliklar bo'yicha qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko'rilib, jami 10247 ta transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Oylik doirasida Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ul xodimlari tomonidan viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish maqsadida aholi gavjum joylarda, korxona tashkilotlarida, mehnat jamoalarida muntazam ravishda targ'ibot va tashviqot tadbirlari olib borildi. Ushbu olib borilayotgan targ'ibot va tashviqot tadbirlarining sifat va samaradorligini oshirish va harakat ishtirokchilarining huquqiy madaniyatini oshirish maqsadida avtokarvonlardan foydalangan holda tushuntirish ishlari olib borildi. Viloyatimizni qo'shni viloyatlar bilan bog'lovchi chegara hududlarda joylashgan yo'l patrul maskanlari va blokpostlarda yo'l patrul xizmati inspektorlari va hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda kuchaytirilgan tartibda xizmat olib borilib, noqonuniy buyumlar va giyohvandlik vositalarini oldini olish maqsadida tezkor tadbirlar amalga oshirildi. Viloyatimiz avtomobil yo'llarida yo'l infratuzilmasini yaxshilash, barcha harakat ishtirokchilariga yanada qulayliklar yaratish maqsadida eskirgan yo'l belgilari yangisiga almashtirilib, o'rnatishi lozim bo'lgan joylarga yangi yo'l belgilari o'rnatildi. Shuningdek, yo'l chiziqlari, svetofor qurilmalari va yo'l yotiq chiziqlari chizilib, harakat ishtirokchilariga qulayliklar yaratildi. Ko'rinib turibdiki, xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbir doirasidagi chora-tadbirlar nafaqat jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni aniqlash, balki ularning oldini olish, aholi xavfsizligini ta'minlash va jamoat tartibini mustahkamlashga qaratilgan. Eng muhimi, bu ishlar bir martalik tadbir bilan cheklanib qolmayapti. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan qo'shma rejalar asosida profilaktik va tezkor tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Zero xavfsiz muhit tinchlik va farovon hayotning eng muhim kafolatidir. Xayr, salomat bo'ling.